Gulnora Karimova haqida shoshilinch axborot e'lon qilindi. Azizlar, videoni oxirigacha tomosha qiling. Shveysariyada Gulnora Karimova ustidan sud boshlanmoqda. Sudlanuvchilar qatorida jismoniy shaxslardan tashqari Shveysariya banklari ham korporativ javobgar sifatida qatnashadi. Bu haqda Finnews xabar bermoqda. Shveysariyada Gulnora Karimova va uning biznes hamkorlariga nisbatan jinoyat ishi 2012-yilda ochilgan. Ular korrupsiya, jinoiy tashkilot faoliyatida ishtirok etish va pul yuvishda ayblanmoqda. Ko'p o'tmay 2013-yilda Karimova O'zbekistonda ham tergovga tortilgan. Shveysariya bosh prokuraturasi ayblovida nazarda tutilgan jinoiy tuzilma Office deb ataladi. Ayblovga ko'ra, Karimova Office orqali O'zbekiston bozoriga kirmoqchi bo'lgan telekommunikatsiya kompaniyasidan pora undirgan. Karimovadan tashqari ikkinchi asosiy sudlanuvchining shaxsi ochiqlanmagan. Shunisi ma'lumki, u muqaddam Rossiya telekommunikatsiya kompaniyasining O'zbekistondagi sho'basiga rahbarlik qilgan. 2015-yilda Jenevadagi Lombard Odier xususiy bankining sobiq xodimi ham mazkur jinoyat ishi doirasida tergovga tortilgan. U 2008-2012-yillarda Office'ga aloqador shaxslarning bank xizmatlariga oid talablarini qondirib, mablag'lar manbaini yashirishga ko'maklashganlikda ayblanmoqda. Prokurorlar Lombard Odierni pul yuvishda ayblagani yo'q, lekin bank pul yuvish zanjirida ishtirokchiga aylanib qolishdan saqlanish uchun barcha zaruriy choralarni ko'rganmi? Bu savol bankni korporativ jinoyat mas'uliyat tushunchasi doirasida sud jarayonida javobgar qatoriga kirishiga sabab bo'lgan. E'tiborlisi, Shveysariya federal jinoyat sudi ayni shu ish doirasida o'z tarixida ilk marta mamlakatdan tashqariga chiqib so'roq o'tkazgan. 2026-yil boshida Toshkentda Karimova bilan ikkinchi marta sud so'rog'i bo'lib o'tgan. U hozir O'zbekiston qonunchiligi bo'yicha jazo muddatini o'tamoqda. Ko'rsatma olish jarayonida O'zbekiston tomoni cheklovlar joriy etgani aytilyapti. Shveysariya sudyalari savollarni faqat O'zbekiston bosh prokuraturasi orqali yo'llagan. Ularning o'zi sudlanuvchiga bevosita savol berishiga imkon berilmagan. Qolaversa, O'zbekiston tomonining maxfiylik talablari va bu talablarga rioya etilmagan taqdirda jinoiy sanksiyalar qo'llanilishi haqida ogohlantirishi tufayli himoyachilar ko'rsatma olish jarayonida qatnashishdan bosh tortgan. Natijada mazkur ko'rsatmalar Shveysariyaning dalil to'plash standartlariga javob berishi va sudda qanchalik kuchga ega bo'lishi savol ostida qolmoqda. Asosiy sudlanuvchilar sud majlislarida bevosita ishtirok etishi ehtimoli kam. 53 yoshli Gulnora Karimova Toshkentda qamoqda. Biznes hamkorlari qayerdaligi esa noma'lum. Shu sababli sudyalar sudlovni sirtdan olib borish yoki ishni qismlarga bo'lish zaruratini ko'rib chiqishiga to'g'ri kelishi mumkin deyilgan xabarda.